Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Choyni mana bu piyolada ichamiz. Agar bu piyolaga choy quysa bormi? Yoqutdek to'lanadi. O'zimizning Toshkent piyolasi. Ona yurtning bag'rida zvolasi. Toshkent piyolasi. Ishlaman yigitga o'xshaydi. Ha, shunaqa. Hozir ko'rasan. Yaxshi kimsalar. Mana bu kekis. Keliningizni o'zi o'z qo'llari bilan pishirganlar. Endi shuni baham ko'rasizlar. Olinglar. Men hozir. Buningni shirinlikdan boshqa matohi yo'qmi? Ha, shoshmay tur, hozir keladi. Yashab turibdilar. Mana bu asal. Dadam parketdan yubordilar, qara. Mana bu uzun. Buni ham dadam parketdan yubordilar, qara. Qara, baham ko'rasizlar. Nega ishlab turibdilar? Aka, biz aslida boshqa narsaga kelganmiz. Men hozir. Men hozir. Endi tushundi. Kemat. Yaxshi turibsizlar? Mana. O, bo'larkan-u. Ha, ana endi jahon chempionatini ko'rsak ham bo'ladi. Televizorni yoqinglar. Futbolni mega bilan ko'ramiz. Nima dedinglar? Ha?